Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Xudo xolasa yana bitta ishimizni xonadon egalariga chiroyli tarzda G-obrazniy shaklda o'rnatib berdik. Hop, balandligiga keladigan bo'lsak, buni balandligi 240 joyga, 250 joyga tushdi, o'xshiy balandligi. Hop. O'xshiy burchak holati 5 metr joyga bo'lgan ishimiz. Hali diniylarni chiroyli tarzda o'rab ketganmiz. Akril materiallarda Kashtan firmanikida xizmat qiladigan 1.8 xudo xolasa. Mo'ka sushulkalarini joy-joyiga qo'yib, stalishlistamiz doimgidagi qalini, rossiyskisi, kichkinasidan emas. Hop, gazi, mo'kasi xudo xolasa juda go'zal tarzda qilib berganmiz. Qo'shiq poddonlarga tandem mexanizmda bo'lgan, oshirmoqcholari JTV firmaniki bo'lgan. Xudo xolasa zo'ri, chiroyli, rosa xizmat qiladigan bo'ldi. Qalinligi doimgidek o'sha 3.8 qalinligidagi rossiyskiy stalishlistamiz. Ruchkalari ham zo'ridan temirli, plastmassa emas. Ruchkalari ham, kronkalari ham o'zlari ajragan holatda, qalinidan, qo'lpisiga ham qalinidan ishlatganmiz. Kafellarga e'tibor bergansizlar, berib qo'yasizlar, har bitta chaki juda go'zal holatda joylashgan. Bu yerga mikrofonga o'rnini joyini qilib berganmiz juda chiroyli tarzda. Chaklari ham xudo xolasa bilinmaydigan shaklda bo'lgan, o'ta go'zal holatda. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldiramiz. Bemalol telefon qila olasizlar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Xo'p, eng zo'ri summasiga keladigan bo'lsa 2.500.000 so'mdan vodiycha dastavka uстановkasi bilan birga qilib beramiz. Bunimiz razmeri kattaroq bo'lganligining hisobiga. Mo'ykasi, sushulka, ichidagi qoshiq poddon, hamma yo'g'i bonus tarzda qo'yib beriladi. Faqat bitoylarni uyda egalari, xonadon egalari olib beradi. Vitishkalarni olmaganiga standartga moslab o'tib ketganmiz.